bolasi xato ish qilganda hammani oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammani oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti. O'zini noqis his qilishligining sabablari. Birinchidan, yoshligida ko'rgan tarbiya sababli bola mana shunday bo'lib qoladi. Muallimlar bor, juda ham qattiq qo'l bo'ladi, tili qattiq bo'ladi, eng yumshoq gapi eshak bo'ladi. Ikkigan birda eshak, sen odam bo'lmaysan, sen anaqa bo'lmaysan, bir ishda cho'ktirib turadi qalbini. Bu tinimsiz mana shunday bir qo'pollikka, taqirlashga, hammani oldida bir so'kishishni, malomatlanishlikka duch kelayotgan bola o'ziga o'zi ishonmay qo'yadi. O'zini boshqalardek bir komil inson deb his qilmay qo'yadi. O'zini qiymatini, qadrini bilmaydi. Biz bola xato qilmaydi,